guruhimiz bilan Masjid-i Nabaviyga juma namozini o'qishga kelamiz. Navbatdagi reysimiz inshaalloh bo'lmasa 19-fevralga ro'zani boshlanish kunidan hujjatlar qabul qilishni boshlagan joyimiz kam qolgan. Shuni ulgurib qolinglar. 19-fevral navbatdagi reysimiz. Shunda barchamizga Payg'ambarimiz masjidlari Masjid-i Nabaviyga juma namozlarini o'qish hammamizga nasib qilsin. Allohim yugurib qolamiz. 19-fevralga ro'zani boshiga birinchi kunidan 15 kunlik umra ziyoratimiz. Kelishtirganimiz havo zo'r, mana ustimizga buni kiyganmiz, havo zo'r. Hozir foydalanib qolish kerak. Havo zo'r vaqti.